Zabur 129 munajjat. Yoshliqimdan tortib, menga ko'p qitim ziyonkashlik qilib kelgan edi ular. Ah, Isroillar, shundoq danglar. Yoshliqimdan tortib, menga ko'p qitim ziyonkashlik qilib kelgan bo'lsa-mu ular, biroq g'alaba qilolmadi ustimdan zinhor. Qo'shchi yerni cho'nqur og'dirgan kabi qamchida ular dumbamga izla soldi. Adolatlik haqqonidir Parvardigor. Razillarning asoratini u sundurar. Siyonga nafrat bilan qaraydiganlar rasvo qilinib oqsiga chekindirilsin. Xuddi o'gzida unib qolgan cho'plardek o'rilmay turib ular solishib qolsin. Çöp orug'uchi çöpni yig'sa bir tutammu chiqmasin. Çöp bog'lig'uchi bog'lasa bir bog'lamga to'shmasin. Yo'ldan o'tganlar demas. Bu qutlug' tilakni ularga, igimiz barakat bersin ishinglarga, sizlarga baxt tilaymiz Parvardigorning nomida.